Hammaga assalomu alaykum. Avto Prestige obunachilari, e'tiboringizga BYD Sea-Line 06 O'zbekistonda o'sha yagona bo'lgan avtomobil haqida bo'ladi. Bu avtomobilimiz dizayniga ahamiyat beradigan bo'lsak yoki chempion yoki Songlarga qaraganda juda ham neobычный qilib ishlangan. Bu avtomobilimiz to'liq gibrid, parallelniy gibrid hisoblanadi. Parallelniy gibrid deganim sababi bu avtomobilimiz ham elektromotorda ham benzin motorda bemalol harakatlanish imkonini beradi. Avtomobilimiz dizayni bitta qarashdayoq o'sha chempion yoki Songlarni eslatadi. Lekin bu avtomobilimiz juda ham neobычный ishlangan. Bagaj qismiga keladigan bo'lsak, bagaj qismi 425 litrni tashkil qiladi. Sideniyalar yotgan holatda esa 1440 litrni tashkil qiladi. Hamda o'zini dain audio sistema akustikasi bo'ladi. BYD o'zini zaryadchiklari bilan. Hamda avtomobilning ichki salon qismini ko'radigan bo'lsak, salon qismi seriya rasvetkada ishlangan. O'zini katta monitori, informatsion tablo hamda o'zini head-up displeylari bo'ladi. Avtomobilimizning ichki dizayniga hamda rasvetkasiga ahamiyat beradigan bo'lsak, juda ham nafis hamda chiroyli ishlangan. O'zini 32 xil yana podsvetkalari bo'ladi. Xo'p, avtomobilimizda беспроводной zaryadka, холодильник, bar, podstakanlik nima kerak bo'lsa bu avtomobilimizda hamma narsasi bilan ta'minlangan. Также bu avtomobilimizda o'zini panorama tomlari bilan ham jihozlangan. Do'stlar, agar shu avtomobil kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bu avtomobilimizni bitta bo'lib, o'zingiz birinchi qo'l bo'lib O'zbekistonda haydab yurgan odam bo'lasiz.